Assalomu alaykum, eski bozor kanalining aziz obunachilari. Mana sizlarga 3 ta bo'g'oz olib kelib berdik akalar. Mana bunisi 3-chi qo'shiq bo'lsa kerak. Dadam bilan kelishaverasizlar, narxlarini kameraga qo'yib beraman. Ekranga qo'yib beraman akalar. Mana 3 ta molimiz. Mana bunisi birinchisi qo'shga, bunisi ikkinchi, uchinchisi qo'shga. Qaranglar akalar, qashqalar nima deyapti bu molimiz? Akalar qaranglar. Mana akalar, qashqa sizdan so'raganlar bormi akalar? Mana o'zi bir haftasi qoldi. Tug'adi akalar. Mana akalar, nima deyapti akalar? Yelillar nima deyapti? Yelillar. Nima deyapti akalar? Qaranglar. Qaranglar, uzun-uzun. Onaxonlarimga o'zim kelishtirib, narxlarini kelishtirib beraman akalar. Onaxonlarimga mana shu mollarni tavsiya qilamiz akalar. Xo'jona xo'jayinlarga mana shu mollarni tavsiya qilamiz akalar. Mana akalar, nima deyapti mollar? Ikkalasi uchovi ham bosh akalar. Mana akalar, nima deyapti? Bu molimizga kelsak, mana bunisi ham yaqinlashib 2 haftalarda tug'adi. Uzoq 2 hafta akalar. Nima deyapti molimiz? Nima deyapti akalar? Buni akaxonlarimga tavsiya qilaman akalar. Nima deyapti mollarimiz? Qaranglar, dumini ochib berishini qaranglar. Hajjini och. Mana akalar, nima deyapti mollarimiz? Bayt tug'iydigan vaqtiga kelsa akalar, tayda qo'q suvga borishga sayda oladi. Tay soladi akalar. Nima akalar? Nima deyapti mollarimiz akalar? Qashqalarni olib bersizlarga, qashqalarni. Mana akalar, nima deyapti molni betlar? Mani bo'yimda ham o'tib ketar ekan akalar. Mani bo'yimdan o'tib ketadi. Qaranglar akalar. Nima deyapti mollarimiz akalar? Like, obuna bo'lamiz deyapti-yu akalar. Podpiska tashlab obuna bo'lib beringlar. Chiqargan videolarimiz sizlarga yetib borib turadi akalar. Nima deyapti akalar? Undan ortiq nima bo'lsin akalar? Zanjir bo'lib olganlarni qaranglar, ikkalasini. Ha, bunisi ham zanjir qilamiz. Mana akalar. Nima bo'ldi? Zanjir bo'ldimi hozir shunda? Nima akalar? Like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz akalar. Qaranglar akalar, yelillar qaranglar, yelillar. Nima deyapti akalar? Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Eski bozorga. Qolgan ma'lumotni dadam bilan kelishaverasizlar, nomerda ekranga chiqarib beraman. Paka.